Agar sizni ham yuzda nasozingiz to'xtovsiz o'chib yonadigan bo'lsa, bu videoni ko'rishga majbursiz. Mana bu narsa rashidli bag deyiladi. Nasozni tez o'chib yonishini oldini oladigan narsa. Buning ichida rezinka to'p bo'ladi. Rezinkasi teshilganda buning ichiga turgan havo suv bilan aralashib ketadi. O'shaning hisobiga siz nasozingiz to'xtovsiz o'chib yonadigan bo'lib qoladi. Kranni ochishingiz bilan nasos ishga tushadi, kranni yopishingiz bilan nasos to'xtaydi. Agar shu narsani almashtirib yoki bundan kattarog'ini yangisini qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, sizning uyingizda nasosingiz uzoqroq xizmat qiladi. Tez o'chib yonishi kamayadi. Kranni ochganingizda ma'lum bir 1 litrmi 2 litrmi suv olganingizdan keyin suv yonadi. Mana bu yerda ham yasab berishgan ekan. Nasos avtomatikasini kontaktni relay qo'yib, rashidli bachog'i mana bu eski turgani teshilib qolgan ekan. Mana ko'rishingiz mumkin, bitta, ikkita, mana bu yerda 3 ta juda ko'p marta mana shu kontaktni relaysini almashtirishgan ekan. Chunki bu narsa mana buni ichidagi havo teshilgandan keyin dalini qamamay qo'ygan, o'shaning hisobiga kontaktni relay to'xtovsiz ishlab qolgan. Ana endi nima qilish kerak desangiz, mana bu narsani almashtirish kerak. Agar iloji bo'lsa, bir 5-600 mingga mana shuni 20 litrligini qo'yilsa, agar uyingizda svet bo'lmagan taqdirda ham nasosingiz mana buni ichiga qamab qo'ygan 20 litr suvi sizning uyingizga svet yo'qligida ham kirib turadi. 20 litrgacha suv olishingiz mumkin. Buni 100 litr, 200 litr, 300 litrliklari ham bor. Hammasini men mana shu videoga qo'yib qo'yaman. O'zingizga qulaylik bo'ladi. Agar kimdadir shunaqangi nasoslar yasama qilingan bo'lsa yoki epa nasoslar to'xtovsiz ishlab qolgan bo'lsa, ishlasa o'chmay o'tsa, ishlamay qoladigan bo'lsa, mana shu narsa o'sha narsani oldini oladi. Bu ham bitta sabab bo'ladi.